Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kantira mahsuloti yangidan narx-navos bilan tanishtirib o'tamiz. Qiziqqanlar albatta pastda turmay ham qoldiramiz. Bemalol qo'yib aloqa chiqarasizlar. Videomizning boshida mana bu ko'rinishdagi ustunliklarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Baquvvat ustunligimiz bor. Razmerlari 10 ga 15 bo'ladi. Stenasi 4, bo'yin uzunligi 2 ga 30 bo'ladi. Ikkitasini ulasangiz 4 ga 60 bo'ladi. Bemalol ustun qilib foydalansangiz bo'laveradi. Baquvvat ustun. Bunimizning narxi 250 ming so'm beryapmiz tozalangani. Tozalanmagani esa 230 ming so'm beryapmiz. Endi arzon holatdagisi bor. Mana ko'rishlar darvoza tepa deyiladi. Buni bo'yi 2 metr bo'ladi, stenasi 4 bo'ladi. Bir donasini 190 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rinishlar ustunliklarimiz bor. 2 metr deyiladi, profil. Bir donasini esa 85 ming so'm beryapmiz. Mana ko'rinishdagi ustunligimiz ham bor. Ikki xil. Bo'yida farqi bor. Razmerlari 5 ga 10 bo'ladi. Bo'yi 2 ga 25. Bir donasini 110 ming so'm beryapmiz. Bunimiz esa razmerlar aytadigan bo'lsa 5 ga 10, bo'yi 2 ga 55 bo'ladi. Bo'yida farqi bor. Bir donasini 120 ming so'm beryapmiz. Bemalol ikkisidan ustun qilib foydalansangiz bo'laveradi. Holatlari yaxshi. Mana bu ko'rinishdagi ustunligimiz bor. Bu ustunligimizda bo'ylari 310, 320 bo'ladi. Stenasi 4. Bir donasini 450 ming so'm beryapmiz. Bemalol ustun qilib foydalansangiz bo'laveradi. Endigi navbatimiz mana bu ko'rinishdagi pol taxtalarimizga keldi. Mana bu ko'rinishdagi stabilniy chiqadigan pol taxtamiz bor. Razmerlar 240 ga 055 bo'ladi. 1 kvadratini 110 ming so'mdan beryapmiz. Optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun albatta yo'lda qilib beramiz. Bu yerda esa har xil turdagi, media razmerdagi pol taxtalarimiz ham bor. Keyin katta razmerda stabilniy chiqadigan pol taxtamiz bor. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Razmerlar 240 ga 116, 1 kvadratini 120 ming so'm beryapmiz. Optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun albatta yo'lda qilib beramiz. Lagalarimiz bor. Lagalarimiz ham bemalol ustunlik, to'sinlik, xorliq qilib ishlasangiz bo'laveradi. 3 xil ko'rinishdagisi bor. Ammo bobini boshlaymiz. Mana bu ko'rinishdagi 230 bo'ladi, stenasi 4 bo'ladi. Bir donasini 85 ming so'm beryapmiz. Albatta optim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'lda qilib beramiz. Mana bu lagamiz qo'rg'ar laga deyiladi. Bo'ylari bor, 230, stenasi 4. İçida ana o'xshagan anaqasi bo'ladi. Bir donasi 90 ming so'm beryapmiz. Yana orzonal holatdagisi bor. Bo'yi 230 bo'ladi, stenasi 4 bo'ladi. Bir donasi 80 ming so'm beryapmiz. Pol taxtamizdagi mana bu ko'rinishdagi razmerlari ham bor. Razmerlari 116 ga 139 bo'ladi. 1 kvadratini 80 ming so'm beryapmiz. Keyin mana bu yerda esa 1 kvadrat pol taxtamiz bor. Razmerlari 0.63 ga 1.63 bo'ladi. Bir donasini 80 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rinishdagi listimiz bor. Bu listimizni bemalol katta ustakalarimiz ishlatsa bo'ladi. Apalapga qilsa ham bo'laveradi bemalol. Razmerlari 1 metrga 3 metr bo'ladi. Stenasi 4 bo'ladi. Bu tozalangani 750 ming so'm beryapmiz. Mana bu yerda esa ustakamiz darvozani pachoqlayapti. Agar darvozani butunlay keladi degan insonlar ham telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa kelishgan holda yetkazib beramiz. Mana ko'rinishdagi 1 metrligimiz bor. Buni bir donasi 23 ming so'm beryapmiz. Mana ko'rinishdagi 93ligimiz bor. Buni bir donasi 25 ming so'm beryapmiz. Ikkalasidan bemalol ariqchalar uchun ko'proq qilib foydalansangiz bo'laveradi. Katta zakarlar uchun ko'prik kerak degan insonlar uchun mana bu ko'rinishdagi tagliklarimiz bor. Bemalol ko'prik qilib foydalansangiz bo'laveradi. Ko'tarib turaveradi behijolat. Manzilimiz shu Farg'ona viloyati Bo'yoq tumani Dehqonobod mahallasidamiz. Qiziqqanlar uchun eslatib o'tamiz. Vaqti bilan narx-navomiz o'zgarib turadi. Mana bu ko'rinishdagi profilimiz bor. Ko'pchilik biladi bu profilimizni. Bu bo'yi 11.70 bo'ladi. 6 ga 6, stenasi 4 bo'ladi. Bir donasini 750 ming so'm beryapmiz. Bundan bemalol xor qilib to'qib foydalansangiz bo'laveradi. Ustun qilib foydalansangiz ham bo'laveradi. Chanalarimiz hozirgina ommabop ketyapti.
Bo'yining uzunligi 11-70 bo'ladi. Bemalol layga yoki to'singa foydalansangiz bo'laveradi. Bir donasini 550 ming so'mdan beryapmiz. Bo'chka qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun mana bu ko'rinishdagi lisimiz bor. Zabor qilmoqchi bo'lgan inson ham bemalol foydalansa bo'ladi. 1 kvadratni 115 ming so'mdan beryapmiz. Yon list so'ragan insonlar uchun mana ko'shar yon listlarimiz bor. Bu yon listlarimiz razmerlarini tanishtiradigan bo'lsak, bo'yi 2 xil bo'ladi. 230, 260 bo'ladi. Senasi 1.8 bo'ladi. Enini albatta siz aytgan razmerda kesib bera olamiz. Vaqtini kelishgan holda sizga qo'shib beramiz. 1 kvadratni 113 ming so'mdan sotyapmiz. Mana ko'rinishdagi orqa listimiz bor. Razmerlari bo'yi 2 xil bo'ladi. 230, 260 bo'ladi. Eniga 2 metr bo'ladi. Kichkinasini 600 ming so'm beryapmiz, kattasini 670 ming so'm beryapmiz. Yana bizda qo'shimcha xizmatlarimiz ham bor. Xori xizmati. Bu xorimizning metrini 170 mingdan 200 minggacha tayinlab beryapmiz. Albatta, chokiga qarab o'zgaradi. Enini albatta 0.25 dan 0.40 gacha yasab beramiz, pul o'zgarmaydi. 0.40 dan keyin puli o'zgaradi. Bemalol xoriqqa foydalansangizlar bo'laveradi. Qiziqqanlar telefon aloqa chiqsangizlar, xudo xolasa kelishgan holda yasab beramiz. Mana bu ko'shar jodularimiz avzorini qilish esdan chiqib qolibdi. Bu jodimizni bir donasini 550 ming so'mdan beryapmiz. Bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Bunda 2 xili bor. Yechib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bunda so'rga qilingan holatdagisi ham bor. Mana bu ko'rishdagi mol qo'y o'xirlarimiz bor. Qo'y o'xirlarimizni kichkinasini 300 ming so'm, kattasini 350 ming so'm beryapmiz. Videomizda xato kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yo'qotib qo'ymaslik, like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar.